Oh, kamera yonibdi. Barchalarga assalomu alaykum. Men sizlar bilan Kompotman yangi videomga xush kelibsizlar. Mana yana Ozodbek bilan qishloqda bugun restoran qurmoqchimiz. Biz o'tirib turganda biz ideya kelib qoldi. Qishloqqa biznes qilib restoran ochmoqchimiz. Shunga hozir biz kreativdamiz va Ozodbek bilan restoran quramiz. Ha, to'g'rimi Ozodbek? Ha. Salomlashib. Xonaga hammaga salom bo'ldi. Men Ozodbek. Mana bu Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. ha, mana Zo'r video bo'ladi bugun. mana eshityapsizlarmi? Qani bo'lmasa ketdik. Yur qani bu yoqqa. Men ortimdan kelib bitta qulay joy topish kerak. Uchimi? Ha, uchur. Mana shu yerda, mana shu yer eng qulay joy. Bu yerda borku. Bu yoqqa kel. Mana bu yerga kel. Orqangdaman, orqangda. Kallangga qo'yag'i. Mana bu yoqdaman. Ko'zing shunchalik ko'rmaydimi? Mana xo'sh kelding. Hozir blok olaylik. Mana shunday sen ham hali qurib bo'laylik. Men fundamentini hozir quyib chiqaman buni. Sen Taqtasini. hali qistammo. Sen buni to'ldirib chiqasan hozir, xo'pmi? Bo'ladimi? Tegma go'limga. Buyuram go'lim. Mana shu blokning bo'lsa to'ldirib chiq shunday qilib. Bo'lishim bor. Ochib tur. Mana do'stlar. Bundan biton qismi, pastki qismi tayyor bo'ldi. Va bu yerdan ustunlar chiqaramizmi? To'xtab tur. Buni qanaqa quramiz? Bir o'ylanib olaylik. Hozir buni ana unaqa blokdan quramiz. Bo'pti, hozir bizga daraxt kerak. bitta, ikkita, uchta, to'rtta ustun ko'tarib olamiz. To'rtta, ha. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bo'ldi. Endi bizga mana bu blokdan kerak. Oyna joylarini qurib olamiz. Eshik joyi ikkita bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mana bu yerga blok qo'yib yuboraman. Ustini qurma hali. Tegmay tur, men hozir buni mana shu bu quraver. Mana shu yerdan eshik joyi ochamiz. Mana hozir biron tarafini u yoqqa chiqma. Bu yoqqa boshqa narsa qo'yamiz, kallangga seni. Bu yerdan oyna joylari ochib chiq. Bo'ldi. Xullas tayyor hozircha. Bu ham nima qilamiz? Bu ham oyna qilamiz. Ha, qilasan, nima qilasan boshqa. Mana shunday hozir tez bo'l. Ustini yopib chiqamiz. Ustini daraxt bilan mana bunaqa yopib chiqamiz. Mana shu sal neto bo'ldi. Tayyor mana. Bu qo'lim yuqincha. Ey, ahmoq. Ha, bitta blok qo'yibsiz. Bo'ldi, mana hozirchalik. Ey, ikki ish qiltiryapsan sen bola. Yomon sappishyapsan hozir. Buni nimaga hammasini tepaga qaratib qo'yding? Ozod. Qanisan? Sen bitta ishni eplolmasan-da, shuni no'p. Sen no'masan ya? Mana shu tayyor bo'ldi. Endi pastini oyna qo'yib chiq. Oynani ham bir amallab qo'ya olmasang o'lasan lekin bola. Eshitib qo'y. Xo'p. Oynani ham bir
Yana katta oynadan qo'yib chiqma, yarimtalikdan qo'yib chiq. Tonirovka urilgan oynadan qo'ymang. Ichi qop-qorang bo'lib qoladi. Hop, hop. Sen shunaqa qilasan, seni bilaman men. To'g'rimi do'stlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ozodbek noob deb yozib qo'yinglar. Yoki Nihoyat noob deb yozib qo'ying, obunachilar. Bu 100 mingcha bo'lajak. 100 ming bo'lsa yana bir video qo'yacağım. To'g'rimi? qanaqa 100 ming? Qanaqa ish edimi? Hali hammaga rahmat do'stlar. Men 3 ga obunachi bu 3 mingta bo'ldik. Endigina navbat 4 mingtaga go obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Mana bo'ldi. Yo'q, bu yerga bu to'g'ri kelmas ekan. Stilni buzarkan qishloqda. Bo'ldim. Bo'ldi, bo'lgan bo'lsang mana bunaqa Bir oyna qolib ketdi. joylashik. Hozir men tepalarga nonakadan qo'yib chiqaman. Do'stlar, biz kreativni sotib oldik, to'g'rimi? Ha. De 3 ta 4 ta 5 ta 10. To'g'rimi? 3 stak izmirutga. 3 stak debman. Qanaqa 3 stak? 13 stak de. 13 ta stak har 14 ta. 14 ta. 7 dan. 7 dan. Senga 7, menga 7 dan. Mana endi chiroyli bo'ldimi? Ha. Qishloq chokki bu qishloqda bitta restoran. Mana shu yerga Hech kim yo'q, to'g'rimi? mana shu yerga restoran deb yozib qo'yamiz. Kompot va ozod yo'q, xullas restoran. Restoran bo'ldi. Mana bu yerga hozir bunaqa kerak va mana shunday. Men ishlayman dedi. Katta xolang ishlaydim bo'lmasa. Mana shu yerga o'tasanda kassa buyur. Nima aytsa berib olasan. Menyularni. Bo'ladimi? Hop. O'zaro bir xat qo'yib. Mana nimalar borligini yozib qo'yamiz. Xullas. Sandık ham qo'yaymi? Bo'ldi, xat qo'yib. Mana bu yerga hozir orqangga qochib pechkalar. Pechkam xasram dedi. Nimada pishirasan tortlarni? Qanday ishlaysiz? Videoni qo'shamizmi? Ha? Videoni qo'shamizmi? Video qo'shilgan-ku kallangga. Desam yomon gap bo'lsa-da shu. Qarashinglar. Mana bu yerda kassani pullar turadi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kassaga pul chiqib qo'yamiz. Yo'q, shoshilmang. Shu yerda kalitlar va turadi shunday. Bunisini ham gilam bilan yopib olish kerak. Bırakın. Yo'q, bo'ldi, mana shunaqa turaversin. Bo'pti, mayli, shart emas shu yoq. Hoy, hasga nima qo'ydi? Bu yerga kassa bo'lsa, mana bu yerga stol. Nima qilding bu yerni? Yashirayotganmi-ku? To'g'rilab turibman. Shu har doim bir Harakat boshlaysan. sen Sen. shundaysan. Sen ham shundaysan. Obunachilar ko'rib tursiz. Bu harakat. Bir Ko'rmayaptim yo, obunachilar ko'rib turibsizlar desam. Obunachilar ko'rib turibsizlar. Bo'pti, mayli. Zo'r ekansan, mayli. Qo'l kiyishga odam bu-da.
Sen nimani kiyish? Sen nima kiyishing? Sen oyog'ing kiyish. Ocha kallangga burnini. Yo, bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Mana shunday bitta joylik qilib qo'yamiz bu yerni. Bo'ladi endi ikkitalik odamlar kelsa, endi o'zing tushunasan, birovlar kelsa bir narsalar qilgani. Shunga bu. Imom со стороны. Ha? Imom. Bomni u. Mana. Yo, bu yerga birli. Ishdan chiqib qolyapti. Mana shu yerga sandiq va shular ichida qo'l artgan salfetkalar solib qo'yamiz. Hop. Mana qo'l artadigan salfetkalar shuning ichidan yeb bo'lgandan keyin qo'lni artishadi. Ishtahimi? Mana xullas, короче, restoran tayyor. Mana shu yerga o'tasandan soqqani qilaverasan. Ya deb soqqani qilib. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz restoranni qurib oldik. Va darrov chiqib ketadi. Mana Ozodbek video tugashda degan. Restoranga 1 dan 10 gacha baho beringlar. Va kelasi videolarda bunga oziq-ovqatlarni olib kelamiz va odamlarni kelganini video qilaman. Bo'lmasam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.